Assalomu alaykum ustozlar. Kitap anglashni va kitap o'qishni o'zining kundalik odatiga aylantirgan suyimli do'stlar, kechikinglar xayrlik bo'lsin. Erkinsizlik yozmalari 7-ci qism turmuşning muhim savoqlari va savoqlari degan kitobimizning buyurilgan yordam va tirishchilik Badr urushidan o'ylaganlarim degan qismning davomlashtirib o'qib beramiz. Kitob yozuvchi doktor Erkinsidiq. Avazda İstanbul'dan Leyla Kız. Kitap okulgan gün 2018-20 sentabr Peyşembe. 3. Ali Mektep Toluq kurs o'quvchilarning sistem bilimlarini yaxshilash. 4. Tarixda sistem sohasida ojiz bo'lib kelgan irqiy guruhga kishilarga qarata yordamni kuchaytirish. 5. Kelgusidagi sistem emgak kuchlari uchun zarur bo'lgan aspirantlar ma'rifini laylash. Prezident Obama 2015-yillik davlat xamchut ichida sistem programmasi uchun maxsus pul ajratib, sistem programmasida yangilik yaratish va sistem programmasi uchun yangi o'qituvchilarni xizmatga olish qatorliq bir qator ishlarni yangi planlarga kirgizdi. Bu ishlarning hammasini qo'shganda Amerikaning sistem ma'rifini yaxshilash uchun yangi va unumli choralarni tepib chiqdi va ularni yo'lga qo'ydi. Butun mamlakat miqyosida sistem darslarini o'tishning unumli usullarini yo'lga qo'ydi hamda o'quvchilarning sistem ma'rifiga yetarli darajada cho'nqirlab kirishini ilgari surib, o'quvchilarni amaliyotda osonlik qo'llana oladigan bilimlarga ega qilib, shu orqali o'quvchilarning sistem sohalariga bo'lgan qiziqishini kuchaytirdi va shu sohalarda qo'lga keltirilgan natijalarni ko'paytirdi. Mening bilishimcha, har xil tarixiy sabablar tufaylidan yaqinqi 5 asrdek vaqt ichida Uyg'urlar sistem sohalarida dunyoning oldida mengayotgan millatlar qatoridan o'rin olib boqmadi. Bu sohalarda hozirmi nihoyat ojiz. Yaqinqi 60 yilning mobaynida Uyg'urlarning sistem sohasida ko'zga ko'rinarli darajada natija qozonganlar bek oz bo'lg'achqa, Uyg'urlar ichidagi dangliq arboblar asosan ijtimoiy fanchilar bilan san'atkorchilardan tashkil tepib keldi. Xalq orasida ko'proq o'rlashtirilgan faoliyatlar ichida hozirmi san'at va ijtimoiy fan faoliyatlari asosiy nisbatni egallaydi. Uyg'urlar maktablarida darsdan sirt o'rlashtirilgan sistem va ilm-fan faoliyatlari texnicha asosan mavjud emas. Uyg'urlarning mushundaq bir ahvol ichida turib qolishidagi sabablarning hammasi Uyg'urlarning o'zi emas. Shundaqdimi millatni gullantirish, qudrat tepish va dunyodagi taraqqiy topgan xalqlarning saviyasi yetishib ishlari ustida o'ylanayotgan va izlanayotgan qarindoshlarimiz cho'qim ma'rifdagi sistem kasblarini intayin muhim o'ringa qo'yishi kerak. Mana bu g'arbdagi Amerika qatorliq ellarning tez suratda taraqqiy qila olishidagi eng muhim sirdir. 3. Taraqqiyotda to'g'ri ishlarni qilgan va ishlarni to'g'ri qilganlarning misoli Yaponlar, Yahudiylar va Germanlar. Men o'zimning burunqi bir qism yozmalari orqali Yaponlar va Yahudiylar ustida xeyli ko'p tushuncha berdim. Germanlar ustida texi to'xtalmadim. Balkim ular ustida ko'pincha ayrim to'xtalishim kerak. Umumlashtirib aytganda, bu 3 millatda Badr urushidagi musulmonlarnikidek e'tiqod bor va Badr urushidagi musulmonlarnikidek birlik bor. Ular Badr urushidagi musulmonlardek o'z millati va o'z davlatining manfaati uchun jinni alqiniga elib, o'zining barlig'ini atab, eng yuqori darajada qattiq tirishidi. Hamma ishni intayin yuqori darajadagi astoydillik bilan, intayin yuksak mas'uliyatchanlik bilan qildi. Ular ancha kulmaydi, ancha bek o'ynamaydi. Uning o'rniga biz hozir qaysi tarafga qarab ketyapmiz? Bizning atidagi taqdirimiz kapolatga egimi deb ko'p o'ylaydi. Shundaq bo'lg'achqa, garchi bu 3 millat 2 dunyo urushida butunlay vayron qilib etilgan bo'lsa-mu, ular ancha uzun hisoblanmaydigan 70 yillik vaqt ichida iqtisodiy jihatda yana dunyoning oldiga o'tib ketdi.
Ma'lum ma'nodan elib aytganda, ular hozirmi iqtisodiy jihatda dunyoni so'rayotidi. Bu üç millatda bütün nüfus bo'yicha e'tiqod tashshi holda kuchlik, ma'rif sapasi yuqori, qattiq tirishish ruhi va irodasi kuchlik. Bir qism musulmon ellari va musulmon rayonlaridagi xalqlarda bo'lsa, ahvol dal uning aksicha bo'lganligi, hatto din va axloqdagi samimiyatlikmi ojiz bo'lganligi uchun hozir xalqarodagi ba'zi ziyolilar Yapon, Germaniya va boshqa bir qism taraqqiy topgan g'arb ellerini musulmonlari yo'q, islom bor ellar deb atab yuqoridagi musulmon ellerini bo'lsa, musulmonlar bor ammo islom yo'q ellar deb atayotidi. Agar obdan o'ylab baqsangiz, bu so'zlarning bir qism asosi borligini bayqaysiz. Yuqoridagi 3 millat sistem sohalaridami dunyoga boshlamchilik bo'layotgan millatlarning bir qismidir. Mening ba'zi materiallardan ko'rishimcha, Yapon nüfusining 10% mashinsozlik sanoati bilan munosabatli kasb bilan shug'ullangan. Amaliyotda sanoatlashgan ellarning ko'pinchasidagi ahvol mushundoq ekan. Yaponlarning texnologiya va injenerlik sohasida naqadar taraqqiy qilganligi hammalarga ma'lum. Tabiiy fan va matematikada kuchli bo'lmay turib, texnologiya va injenerlikda kuchli bo'lish mumkin emas. İsrailiyadagi 25% Yahudiy nüfus injener ekan. Germaniya va injenerlikning ma'nodosh so'z bo'lib kelayotganligiga xeyli uzun bo'ldi. 1945-yili taslim bo'lgandan keyin Germaniyaning besib olingan qismi 4 parcha zimonga bo'lib etilgan hamda 1950-yilga kelguncha uning qayta kuchlanib ketishining oldini olish uchun uning ig'ir sanoati birlashma kuchlar tarafidan maqsadlik holda ig'ir darajada buzib tashlangan edi. Lekin Germaniya yana kuchaydi. Hozir u iqtisodiy jihatda Yevropa birligiga a'zo bo'lib qolgan ellarni yo'layotidi. Hamma ish Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ldi. Men o'zimning burungi maqolalarda bayon qilganimdek, Yaponlarning bir kuchlik va yoki muqim dini yo'q, ammo ularning intayin kuchlik e'tiqodi bor. Hamda bu e'tiqod uchun Yapon xalqi ichida tekshi holda umumlashgan. Yaponlar kuniga 8 soat ishlaydigan kishilar hisobida maosh elib ishlaydi. Ammo shirkat ishlaydigan yaponlarning ichida kuniga aran 8 soat ishlaydigan kishilar asosan mavjud emas. Ular normal ahvolda kuniga 10 soatdan ortiq ishlaydi. Ayollar butun vujudini oila va bola tarbiyasiga qaratgan bo'lib, erlar bo'lsa o'zini butunlay shirkatiga otib etgan. Men 80-yillari Yaponda o'qiyotganda ko'rgan bir ahvol shuki, yangi oliy maktab bitirgan yaponlik yoshlar 5 yilgacha atiyan soat 9:30 dan yarim kecha soat 12gacha ishlaydigan. Shu jarayonda ular bir rasmiy yaponlik bo'lib chiniqib chiqadi ekan. Yahudiylarning bir qismining diniy e'tiqodi bor bo'lib, ularning ichidagi bir qismlarning e'tiqodi intayin kuchlik, yana bir qismi bo'lsa dinsizlar. Isroiliya davlati qurish tarafdori bo'lgan zionistlar dinsizlar bo'lib, ular hozir Isroiliyada yashayotgan yahudiylarning asos qismini egallaydi. Dunyodagi qiyin kasblarning hammasining beshida yahudiylar bor. Ularning butun dunyodagi nüfusi aran 13 million atrofida bo'lsa-mu, hozirgacha tarqatilgan Nobel mukofotining taxminan 3dan 1 qismini yahudiylar oldi. Mushundoq ahvolda biz yahudiylarning naqadar tirishchan ekanligini bilib olaymiz. Taraqqiyotga, to'g'ri ishlarni qilishga va ishlarni to'g'ri qilishga naqadar qodir ekanligini bilib olaymiz. Ikkinchi dunyo urushidan burun germanlar dinini intayin muhim o'rin qo'ygan bo'libmi, Angliya bilan solishtirganda germanlar haqiqiy dinchilardan bo'lib, o'zining barliq kuchini asosan davlat ichidagi ishlar qaratgan. Mening mo'ljalashimcha, Ikkinchi dunyo urushidan keyin germanlarmu din jihatda zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Ularning asosiy nüfusimi Xudoga ishonadigan, ammo dinchi emas.
كىشىلەرگە ئايلاندى. گېرمانلارمۇ ئىنتايىن قاتتىق ئىشلەيدۇ، ۋەزىپىنى ناھايىتى يۇقىرى مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن ئەستايىدىللىق بىلەن ئورۇنلايدۇ ھەمدە ناھايىتى ئىجادچان. ھازىر پۈتۈن دۇنيا ئىشلىتىۋاتقان ئىلغار تېخنىكىلارنىڭ ئىچىدە گېرمانلار ئىجاد قىلغانلىرى ناھايىتى يۇقىرى نىسبەتنى ئىگىلەيدۇ. 1762 يىلدىن 1814 يىللىرى ياشىغان گېرمانىيەلىك داڭلىق پەيلاسوپ فىخته مۇنداق دەيدۇ: گېرمانلارنىڭ روھى بىر بۈركۈتكە ئوخشاش. ئۇ ئۆزىنىڭ كۈچلۈك ۋە مەخسۇس مەشىق قىلغان قانىتىنى قېقىپ ئۆزىنىڭ ئېغىر بەدىنىنى يۇقىرىغا قاراپ ئۆرلەشكە مەجبۇر قىلىدۇ. ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشتىكى مەقسىتى چوڭقۇر تەپەككۇرلار ئارقىلىق ئۆزىگە كۈچ قۇۋۋەت ئاتا قىلىدىغان بىر قۇياشقا ئوخشاش مەنبەگە يېقىنلىشىشتىن ئىبارەت. مەن بۇ سۆزنى گېرمانلارنىڭ روھىنى ناھايىتى ئىخچام ۋە ناھايىتى جانلىق ھالدا چۈشەندۈرۈپ بېرەلەيدىكەن دەپ ئويلىدىم. يۇقىرىدا ياسىر قازى دېگەندەك، ئەگەر سىز بىر ياخشى مۇسۇلمان بولۇپ ئۆزىڭىزنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ قاتتىق تىرىشمايدىكەنسىز، ئاللاھ سىزگە بىكاردىن بىكارغا ياردەم قىلمايدۇ. ئاللاھ سىزگە غەلىبىنى بىكاردىن بىكارغا تەقدىم قىلمايدۇ. ئەمدى بىز ياپونلار بىلەن گېرمانلارنىڭ يۇقىرىدىكى ئەھۋالىدىن مۇنداق بىر خۇلاسىگە كېلەلەيمىز. سىز بىر كۈچلۈك دىنغا ئىگە بولمىسىڭىزمۇ ياكى سىز داۋاملىق دىنىي ئىبادەت بىلەن شۇغۇللانمىسىڭىزمۇ، ئەگەر سىز ئۆزىڭىزنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ توغرا ئىشلارنى قىلىش ۋە ئىشلارنى توغرا قىلىش جەھەتتە ئەڭ زور دەرىجىدە تىرىشچانلىق كۆرسەتكەنسىز، ئاللاھ سىزنىڭ ھازىرقى دۇنيادىكى تەرەققىياتنىڭ ئالدىدا مېڭىشىڭىزغا، پۈتۈن ئىنسانلار ئارىسىدا قەددىنى تىك كۆتۈرۈپ قۇلدەك ئەمەس ئادەمدەك ياشىشىڭىزغا يول قويىدۇ. ھەتتا ئۇنىڭغا ياردەم قىلىشىمۇ مۇمكىن. 4. ئاخىرقى سۆز. مەن ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى ماقالىلىرىدە مۇسۇلمانلارنىڭ قانداق تارىخىي سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن تەرەققىياتقا دۇنيانىڭ ئەڭ ئالدىدا ماڭغان بىر ھالەتتىن دۇنيانىڭ كەينىدە قالغان بىر ھالەتكە چۈشۈپ قالغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتتۈم. مۇسۇلمانلارنىڭ ئارقىدا قويغان تارىخىي سەۋەبلەرگە بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مەزگىلىدىلا خاتىمە بېرىلىپ بولغان. شۇنداق تۇرۇقلۇق كۆپىنچە مۇسۇلمان ئەللىرى تا بۈگۈنگىچە تەرەققىياتتا دۇنيانىڭ ئالدىدا مېڭىۋاتقان ئەللەرگە يېتىشىپ ماڭالمىدى. بىر قىسىم مۇسۇلمان ئەمەس دىنمۇ كۈچلۈك ئەمەس ئەللەر ناھايىتى تېز سۈرئەتتە تەرەققىي قىلىپ، مۇسۇلمان ئەللەرنىڭ كۆپىنچىسى بولسا تەرەققىياتتا ناھايىتى ئارقىدا قالدى. ھېلىقى بىر قىسىم مۇسۇلمان ئەللىرى پەقەت ئۆز دۆلەتلىرىدىكى يەر ئاستى بايلىقلارغا تايىنىپ ھازىرقىدەك ياشاۋاتقان بولۇپ، ئەگەر ئاشۇ يەر ئاستى بايلىقلىرى تۈگەپ كېتىدىغان بولسا، ئۇلارنىڭ قانداق بولۇپ كېتىدىغانلىقى ھەممەيلەنگە ئايان. مەن مەزكۇر ماقالىدە ھازىر تەرەققىياتقا دۇنيانىڭ ئالدىدا كېتىۋاتقان ئەللەرنىڭ نېمە ئۈچۈن تەرەققىي قىلغانلىقى ۋە كۆپىنچە مۇسۇلمان ئەللەرنىڭ نېمە ئۈچۈن تەرەققىي قىلالمىغانلىقىنى چۈشىنىشكە پايدىلىق بولغان بىر قىسىم مەزمۇنلارنى بايان قىلىپ ئۆتتۈم. مۇشۇ ماقالىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەزمۇنلار ئاساسىي ئوبدان ئويلىنىپ باقساق شۇنى بايقايمىزكى، مۇسۇلمانلارنىڭ تەرەققىياتتا تۆۋەن سەۋىيەدە تۇتۇپ تۇرغان نەرسە ئىسلام دىنى بولماستىن، بەلكى ئاللاھ ئەينى ۋاقىتتا كۆرسىتىپ بەرگەن ھەمدە ئاللاھ راۋا كۆرۈپ قوللىغان مۇھەممەد ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسسەلەم ۋە ساھابىلەر ئەينى ۋاقىتتا ئىسپاتلاپ بولغان تەرەققىيات ئۇسۇللىرى ۋە مۇسۇلمانلارنىڭ بىر قىسىم ھېكمەتلىرىنى ئۇنتۇلۇپ قالغانلىقىدىن ياكى ئۇلاردىن ۋاز كەچكەنلىكىدىن بولغان. ئەينى ۋاقىتتا مۇھەممەد ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسسەلەم ئىسپاتلاپ بەرگەن تەجرىبە ساۋاقلار شۇكى، بىر خەلق گۈللىنىش ياكى قۇدرەت تېپىش ئۈچۈن چوقۇم بىر نىيەت ۋە بىر مەقسەتتە زىچ ئۇيۇشۇپ، بىر ياقىدىن باش، بىر يەڭدىن قول چىقىرىپ، شۇ زاماندىكى توغرا ئىشلارنى تاللاپ قىلىش ۋە شۇ ئىشلارنى توغرا قىلىش يولىدا جانلىرىنى تىكىپ، ئۆزلىرىنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ، ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە قاتتىق تىرىشىش كېرەك. شۇنداق قىلغاندىلا ئاللاھ بۇيرۇغان ياردەملەرنى قولغا كەلتۈرگىلى ۋە غەلىبىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. ھەممە ئىش ئاللاھنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بويىچە بولىدۇ. ئەگەر ھازىر دۇنيا تەرەققىياتنىڭ ئەڭ ئالدىدا كېتىۋاتقان ئەللەر ۋە خەلقلەرگە قاراپ باقىدىغان بولساق، مۇنداق بىر ئەھۋالنى بايقايمىز. ئەگەر بىر خەلق گۈللىنىش ياكى قۇدرەت تېپىش ئۈچۈن چوقۇم بىر نىيەت ۋە بىر مەقسەتتە زىچ ئۇيۇشۇپ، شۇ زاماندىكى توغرا ئىشلارنى قىلىش ۋە شۇ ئىشلارنى توغرا قىلىش يولىدا ئەقىل ئىشلىتىپ،
canlarını tikib, o'zlarining borliqini atab eng yuqori darajada qattiq tirishadigan, ular mayli musulmon bo'lsin yoki bo'lmasin, alloh ularning taraqqiyotiga yo'l qo'ydi, ularning taraqqiyotiga yo'l ichib berdi, hatto ularga yordam qilishi mumkin. Uning aksicha musulmon bo'lish bo'lmasligi yoki qandoq musulmon bo'lishdan qat'iy nazar alloh aqlsizlik bilan ish qiluvchilarga va hurunlarga yordam qilmaydi. Aqlsizlik bilan ish qiluvchilarga va hurunlarga yordam qilmaydi. Allah aqlsizlik bilan ish qiluvchilarga va o'rinlarga g'alaba tantanasini taqdim qilmaydi. Diniy ibodatlar qattiq tirishchanlikning o'rnini ololmaydi. Bu xulosani hozir dunyoning ko'p joylarida yuz berayotgan musulmonlar bilan munosabatli cho'ng-cho'ng voqealarmi ro'shan holda isbotlab turyotidi.